Sizningcha Alikramning ichida nima bor? Ko'pincha odamlar albatta uning ichida nurg'un boylik bor deb qaraydi. Bu yerda sal umidsizlik qolgan bo'ldinglar. Alikram Firavnning qavrisi emas. Shunlashqa uning ichida unchalik boylik yo'q. Mana bu bo'lsa Alikramning ichidagi ko'rinish. Alikramning ichida bu yo'llari 60 sm keldi. Bu yerda engishib 10 minut mangandan keyin ustiga mang'an bir yo'lga borsiz. Bu yo'lni bo'ylab yana ustiga 10 minut mangsangiz, kvadrat shakllik eg'izdan birini ko'rsiz. Mana bu bo'shliq bo'lsa Alikramning eng kichi. O'ylaringizdek chiqdimi? Bu o'yinni bunda ko'rib bo'lgan yoki sizningcha Misha Firavnning qavrisilarmi? Yurak besib agishilishni unutib qolmang, bu mang'an eng cho'ng yardim. Alikram aslida bir butunlay yepilgan bir qurilish. Bu yerda bir qism ko'ruvmanlar cho'qim manda o'ylaydi. Alikramning oldida bir chirish eg'iz bor-ku. Uni chirib sayat qildi, degan qandaysiga bir yep qurilishildi. Bu yerda mana bir hikoya bor. Alikramni aslida 1839-yili bir Angliyalik ekspressiyachi bayqagan. Bu yerda bayqagancha g'ayr bo'lib qoldi ekan. Bu qurilish ezeldan botdi. U vaqtda boshqa bir baqqali bek oz bo'lgan ekan. Bu Angliyalik ekspressiyachi dunyoga mishna bir qurilish bor deb e'lon qildi. Lekin tunchi Alikramni bayqagan bo'lsa bu Angliyalik emas. 1798-yili Napoleon Misrga hujum qilgan vaqtida bu o'zining xotirasida Misrda eng cho'ng bir qurilish ekan deb xotirlagan. Angliyalik ekspressiyachi Alikramni oldiga borgan vaqtda umidsizlik ketdi. Alikramni oldida burun bir tushga echilib bo'ldi ekan. Demak, Alikramni ichidagi hamma nimani qurg'dab bo'lgan. Alikram bo'lgan tadqiqot bag'ansi jiqagan yoqi olimlar bu Firavnning qavrisi emas ekan deb hukm chiqardi. Balkim siz Alikram cho'qim Firavnning qavrisi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu yerda sizning ko'z qarshingizda cho'qim o'zgartiradigan sifatdan birini deb beray. U bo'lsa-mu, ular Firavnning qavrisini boshqa yerda bayqagan. Bu yana o'rniga yana Divan Gu deymiz. Hozircha 62 tal Firavnning qavrisini bayqadi. Emsa bu yerda mana bir savol kelib chiqdi. Alikramning haqiqiy roli nima? Oldingi filmimda Misrliklar tokishiltalaydi deb net sifat ko'rsatgandim. Endi Alikramning haqiqiy roli keldi. Bir qism olimlar mana hukm chiqargan. Alikram aslida bir nayt cho'ng elektr stansiya. Buning roli bo'lsa tok chiqara oladi. Olimlar bundan narsadan birini bayqagan. Garchi bu to'liq bo'lmasa-mu, shu bas sifatdan foydalanib nurg'un ishlarni bilib chiqqan. Filmning oxirini ko'makchi bo'lsangiz, yurak besib agishilishni hargiz unutib qolmang. Mana bu dunyodagi eng sirli qurilish. Alikram taxminan 2500 yil burun yasalgan. Bu dunyodagi 7 cho'ng mo'jizaning biri. Nurg'unli odam buni tashplat odam qurdi deb qaraydi. Chunki buning ketgan bir kichik toshning eg'irligi 3 ton keldi. Eng cho'ng toshning eg'irligi 160 ton keldi. Hozirgi davrning fan texnikani ishlatib Alikramdan birini yasab chiqish degandan intayin cho'ng gap. Lekin Misrliklar 2500 yil burun qurib chiqqan. 2020 yil 7-ayning 31-kuni Elon Musk Alikramni tashplat odam qurib chiqdi deb to'g'ri yo'llaydi. Bu odamning gapiga sal qarmang. Bu odam hozir qattiq Mars odam yo'llaymaydi deb uchar kiyim yasatadi. Bu 100% tashplat odamning bog'lig'i shindi. Tuanda Alikramning bir qancha sansfiribni anglab qo'ying. Alikramning taraf uzunligini 2 ko'paytirib, egiziga bo'lsak, taxminan sangen yisi yiv chiqadi ekan. Matematikani yoqtirgan ko'rmanlar bo'lsa, sal tunish ko'rinatamdi. Bu san bo'lsa Yuanzhouli, yana pay bo'ldi. Eng burun payni hisoblab chiqqan bo'lsa Ajimidi. Lekin Misrliklar 2500 yil burun payning sansfiribni Alikramning ichiga yushirib qo'yapti. Siz balkim bu bir qatimli tasodifiy ish ekan deb qarashingiz mumkin. Emsa tuanda yana bir sansfiribni ko'rib chiqlik. Nur tezligi bo'lsa mana mau. Endi biz Alikramning jo'grafiyalik koordinatini ko'rib boqaylik. Ikki sansfiribni selishtirib boqing. Hayron qoldingizmi? Tuanda yana bir hayron qolgandek ishdan birini deb beray. Hozir eng sirliq bo'lgan madaniyatlar Misr deymiz, Atlantis deymiz, Maya deymiz. Bu madaniyatning orlig'i necha 10 ming kilometr keldi. Ham bu o'lning davrlari o'xshamaydi. Lekin bu yerda hammasining bir o'rtaqligi bor. Osmondan bir odam tushib bo'liq yordam qilgan. Nurg'unliga odam mana tashplatidan badiga eng cho'ng sifat deb qaraydi. Shunlash Alikramning ichidagi tam rasmlar qalsangiz nurg'un odam o'xshamaydigan nimalar bor. Ham Misrliklar tam rasmga aniq xotirlaydi. Bu osmonda kelganlar Orion yulduz turkumidan keldi. Ham Misrdagi 3 Alikramning koordinati dalma-dal Orion yulduz turkumiga qolg'iliq. Bu yerda bu gaplarni men to'qab chiqmadim. Bu sansfiribning hammani to'rdan tekshirib topa olasiz. Balkim bu bir tasodifdir, yo balkim rostli tashplatidan bordir. Kelar filmda Alikramning ichidagi sirni yechib chiqamiz. Bu tipdagi hikoyani qiziqsangiz yurak besib agishilishni hargiz unutib qolmang. Bu menga bo'lgan eng cho'ng yardi. Film siyosetga diqqat qilib turing. Mana bu bo'lsa dunyodagi 7 cho'ng mo'jizaning biri. Alikramning haqiqiy roli nima? Necha ming yil burundagi kishilar buni qanday yasab chiqqan? Balkim kallangizda mishna savoli paydo bo'lgandi. Bu filmni ko'rib bo'lgan yoqqa o'zingiz hayron qolsiz. Hozirgacha dunyoda bayqalgan Alikramning soni bo'lsa 108 tal. Bu son har yil yana ko'payib mengatadi. Bu yerda bir savolni cho'qim bilishingiz kerak. Alikram Firavnning qavrisi emas. Mana bu bo'lsa dunyoning yana bir tarafdagi Alikram to'pi. Siz birani bayqadingizmi? Men sizga texnik aniqlashtirib beray. Bu Alikram to'pining ustining ko'rinishi. Elektr kasbdagi ko'rmanlarning ko'ziga intayin tonish ko'rinatamdi. Tushunmagan ko'rmanlarga Tokyo taxtisidan birini qaytib beray. Endi tushuna oldingizmi? Ash vaqti yozgan Alikram to'pi hozirgi Tokyo taxtisi bilan o'xshashgan. Balkim siz
siz bu bal yana joylashni boshladi deb qarashingiz mumkin. Bu yerda men sizga yana bir talim ko'rsatib qo'yay. 1936-yili Bagdad deydigan bir yerning kichik kentida 3 dona sapal ko'mzak payqaldi. Buni nimga ishiltirgandi deb o'tirdan yer baqsa, buni ichida bir mis turbi bor ekan. O'tirda bir tumikaltek, aniki asfaltdan tubini yepib qo'yapti. Buni urilib mis bilan tumini bir-birisi tekishining oldini oldi. Olimlar o'xshash yasab chiqqandan keyin, "Uy, bu bir batareya ekan-ku" deb intayin hayron qoldi. Uning ichiga uzum sharbati qaytib baqqandan keyin, bu rostilla tok hosil qila oladi ekan. Balkim u vaqtdagi fan texnikalar biz o'ylagandek unchalik tuvan emas bo'lishi mumkin. Aligramning ichida menda bir tam rasm bayqalgan. Menda ko'rsangiz yaxshi eshitib nes qilolmaysiz. Men sizga oddiylashtirib beray. Mana cho'ngnim bo'lsa lampochka, o'ttirda texbirtal tumisim bor. Ostidagi bu narsa bo'lsa Tokyoga o'xshatamdi. Bu Tokyolar oxirida batareyaga tutishidi. Filmning oldidagi mazmunini qatgandan keyin, andan keyin bu rasmni ko'rsak, qo'ldagi bu narsa chiroq o'xshatamdi. O'zingizning ko'z qarashini inkosrang qoldirib qo'ying. Aligramni so'zlashdan burun bu filmdagi mazmunni kallangizga tushig'iz olsangiz, Aligramning haqiqiy rolini tushunsiz. Bu yerda men sizga ozroq eskartishdan birini beray. Bir qism odamlar 2005 yil burun Aligram aslida bir elektr stansiya deb qaraydi. Keyingi filmimizda Aligramning sirliq tarafini so'zlab chiqamiz. Bu tipdagi hikoya qiziqmaysangiz yurak besib aksiya olishni unutib qo'ymang. Bu menga bo'lgan eng cho'ng yordam.